Jahon chempionati O'zbekiston terma jamoasi ilk tarixiy golni kiritdi. O'zbekiston Mundialni debyutida Kolumbiyaga yutqazdi. 1-3 hisobida. Abbos Fayzullayev tarixiy golni kiritdi. Endi Saudiya keyingi o'yin Arabistoniga 23-iyun kuni Portugaliyaga qarshi soat 22:00 dan tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda K guruhning eng asosiy favoriti Kolumbiya 3 ochkoga ega bo'ldi. Portugaliya esa 1 ochko hamda Kongo 1 ochko. O'zbekistonda esa 0 ochko. Keyingi o'yin jiddiy raqib Portugaliyaga qarshi o'yin bo'ladi. Agarda O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga mag'lub etilsa, katta ehtimol bilan play-off yo'llanmasiga ega chiqolmaydi.